Hongkongdagi bir qism tashkilotlar 22 dekabr tushdan keyin Edinburg maydonida bugungi Xinjiang atki Hongkong degan temada Uyg'urlarning kishilik huquqini qo'llash yig'ilishi o'tkazdi. Qo'llarda Hongkong bayrog'i va Sharq Turkiston mustaqilligining simvoli bo'lgan oy yulduzliq ko'k bayroq ko'targan namoyishchilar Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchiligiga qarshi shiorlar to'ladi. Namoyish soqchilarning qattiq mudohalasiga uchirdi. Soqchilar bilan namoyishchilar orasida to'qinish yuz berdi. Hongkongda Xitoyga o'tkazib berish qonun loyihasiga qarshi boshlangan namoyishlar 6 oydan buyon davomlashmoqda. Bu namoyishlarning ta'sirida Hongkong hukumatı gumondorlarni Xitoyga o'tkazib berishga yo'l ochadigan qonun loyihasini amaldan qoldirishga majbur bo'ldi. Yakshanba kundagi bu namoyishda bo'lsa, Xitoyga aloqador yana bir sezgur tema bo'lgan Uyg'urlarning kishilik huquqini qo'g'dash uchun o'tkazilgan edi. Avstraliya poytaxti Venada Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlar elib berayotgan irqiy qirg'inchilikqa qarshi namoyish o'tkazildi. Xitoyning Venadagi bosh elchixonasi oldida o'tkazilgan namoyishda namoyishchilar Uyg'urlarga erkinlik, qatliamlar to'xtatilsin, Xitoyda 1 milliondan ortiq Uyg'ur xohlagancha tutqun qilindi degan shiorlar yozilgan lozung va plankalarni yig'ilish lagerlariga qamalgan va g'oyib bo'lgan Uyg'urlarning rasmlarini ko'tarib Xitoyga qarshi shior to'ladi. Faoliyatda bayonot e'lon qilgan Mahbuba Hada ota-onasi va inisining Xitoy tarafidan begona tutqun qilinganligini bildirdi. U ota-onasining rasmlarini ko'rsatib turib, ularning hajga borganligi sababli 18 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganligini aytdi. Avstraliya Uyg'ur jamiyatining raisi Mavlon Dilshod Islom dunyosi, Yevropa ittifoqi va xalqaro jamiyatning Sharq Turkistondagi inson qalbidan chiqqan zulmiga qarshi turish kerakligini, Uyg'urlarning ovozining anglanishi va Xitoy zulmiga xotima berish kerakligini aytdi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Rossiya va Xitoyning Suriyaga chegara atlab yordam berishiga kafolatlik qilishiga aloqador Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi qarorining yengilishini rad qilishini nomus ish deb atadi. Pompeo Rossiya va Xitoyning Suriyaga 2014-yildan buyon chegara sirtidan keladigan yordamlarga kafolatlik qilgan bir qarorining yengilishini rad qilganligi haqida bir yozma bayonot e'lon qildi. O Rossiya va Xitoyning millionlagan kishiga insonparvarlik yordami yetkaziladigan bir qarorning yengilishini rad qilishini nomusliq bir ishdir dedi. Pompeo yana Rossiyaning 14-qitim, Xitoyning bo'lsa 8-qitim huquqini ishiltib, Suriyaga insonparvarlik yordami o'tkazishga to'sqinlik qilganligini tilga oldi. Amerika prezidenti Donald Trump bilan Yaponiya bosh ministri Abe Shinzo telefonda Shimoliy Koreya bilan Eron masalasini muzokara qildi. Oqsaroy e'lon qilgan bayonotga asoslanganda Trump va Abe telefonda ko'rish bo'lib, ular ikki tarafning savdo munosabati, shundaqla Shimoliy Koreya va Eronga aloqador masalalarni muzokara qilgan. Trump bilan Abe Shinzo yaqinda buyon Shimoliy Koreyaning tahdid xarakterli bayonotlarni e'lon qilishiga qarata aloqa va hamkorlikni kuchaytirishga fikr birdakligi hosil qildi. Şunun bilan birga Xitoy, Yaponiya va Koreya rahbarlari 24-dekabr Shimoliy Koreya masalasini muzokara qilish uchun Xitoyda ko'rishdi. Dünya Musulmon olimlar ittifoqi Hindiston hukumatini 6 xil dindagi kishilarga Hindiston grajdanligi beradigan, lekin o'xshash ahvoldagi musulmonlarni chetga qoqadigan fuqarolik qonunidan voz kechishga chaqirdi. Mazkur birlik tarafidan e'lon qilingan bayonotda fuqarolik qonuni musulmonlarga qarshi kamsitish qonuni deb ataladi va buning nafrat jinoyatlariga yo'l etishi mumkinligi haqida ogohlantirildi. Yana bir tarafdan Dünya Musulmon olimlar ittifoqi va Islom hamkorlik tashkilotining Xitoyning Sharqi Turkistonda Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiliklarga sukut qilishi tanqid kuchirmoqda.